benzolga necha litr vodorod biriktirilganda geksan hosil bo'ladi deyiladi. Bolalar, empirik holatni yozib ketaman, maylimi? 37-savol. Xo'p, benzol umumiy empirik formulasi S6H6. Bundan biz geksan olishimiz kerak. Ya'ni alkan bu to'yinga uglevodorod. S6 2 ga ko'paytirib 2 ni qo'shamiz. H10 4 ga to'g'ri keladi. Ya'ni buni asosan vodorod qo'shib olamiz, to'g'rimi? Hidrogenlab olamiz. Xo'p, necha molekula vodorod birikadi demak? 4 molekula vodorod birikadi. Masalan, sharti bo'yicha 312 gram benzol deyilyapti. Necha litr vodorod hosil bo'lyapti? Benzolning massasi necha gram bo'ldi demak? 12 ni 6 ga ko'paytirib 6 ni qo'shsak 89 gram bo'ladi deyilyapti. 4 molekula vodorod hajmi 422 4 ga ko'paytirsak 358,4. 89,6. 312 gramidan qancha deb hisoblab qo'yasizlar? Javobimiz chiqadi. 358,4 litr. Javobimizda javobga to'g'ri kelar ekan. To'ppa to'g'ri. Keyingisi bolalar 38. Laboratoriyada 28 litr etindan 19,5 gram benzol olindi. Bu miqdorda nazariy unum necha foizini tashkil etishi mumkin deyilyapti. Demak, bu etindan benzol olingan bo'lsa, hurmatli abituriyentlar, bu trimerlanish reaksiyasiga to'g'ri keladi, to'g'rimi? S2H2, yana bir nomi atilen. Xo'p, trimerlanish natijasi S6H6 ni hosil qiladi. 3 molekula. Xo'p, biz masalan shart 67,2 litrdan 78 gram benzol hosil qilsa, 19,5 gramidan qancha hajm atilen, ya'ni etin trimerlangan deb olamiz. Hisoblanglarchi. 16,8. Biz masalan shart bo'yicha dastlabki etin 28 litr edi. Mana shu 100%. 16,8 da qancha deb hisoblaymiz? Unum kelib chiqadi. 60%. Javobimizda javob. 39. 156 gram benzolni yorug'lik dahrolash natijasida 465,6 gram mahsulot oldik. Endi mana savol. Yorug'lik dahrolanish natijasida nimani hosil qilardik? Geksa xloran, ya'ni geksaxlor siklogeksan. S6H6 xlorol. Umumiy formulasi qanaqa edi? Xlor 6, to'g'ri. Boshladik bolalar. Benzol, ya'ni S6H6 plus xlor ta'sir ettiryapmiz. Buni hosil qilyapmiz molekulyar holatda. S6H6 xlor 6. Reaksiya tenglanishi 3 kere 2 6. 3 qo'ysa teng. Xo'p, bolalar, masalan sharti bo'yicha hajm berilgan. Mahsulot massasi berilgan ekan, uzr, foiz so'ralgan ekan. 291. Demak, biz masalan sharti bo'yicha 78 gramdan mahsulot massasi necha gram bo'ladi? 12 6 ko'paytirib 6 ni qo'shib 35 291 gram bo'ladi. Masalan sharti bo'yicha benzol 156 gram ekan. Ya'ni 2 baravar katta. 291 ni 2 ga ko'paytirsak 582. Bolalar, mana shu 582 hosil bo'lgan mahsulotimiz 100% bo'lsa, biz masalan sharti bo'yicha hosil bo'lgan mahsulotimiz 465,6 gram deyilyapti. Necha foiz deb topib qo'ysanglar javob chiqadi? 80%. 465,6 ni 100 ga ko'paytirib 582 ga bo'lsak 80%. Javobimiz B javob. Bolalar, 40-41 xuddi shunga o'xshash. Tushunarlimi? Faqat xlorda litrda, xlorda normal sharoitda so'ralyapti xolos.